2025-yilda Instagram olamini rinokini buzib yuborgan shu Eshton Hol bo'ladi. O'zini shunday yuzini oladi, limon siqadi, juda ham qimmat suvga o'zini yuzini tiqadi. Imенно trend bilasiz O'zbekistonda ham bo'lib ketdi. Уже hamma blogerlar bu trendni qaytaryapti, yuguryapti. Lekin imенно bu insonda agar biz 5 yil orqaga qaytadigan bo'lsak yoki yana 1000 ta publikatsiya pastga prolistать qiladigan bo'lsak, hech qanaqa geylik, boy hayotda biz bu insonni ko'rmaymiz. Bu yoqda nima uchun bu inson bunaqa darajaga chiqib ketdi? Chunki juda ham грамотный именно личность sprodyusirovаться qilingan. Ya'ni грамотный sprodyusirovаться qilingan. Soответственно, bu juda ham katta axlat olib keladi, juda ham katta millionlar prosmotr olib keladi va juda ham katta rekordlar uryapti demoqchiman. Lekin o'zi ko'pchilik 5000 ta, 10000 ta obunachiga erishgandan keyin to'xtatib qo'yadi. Chunki bizada o'zbeklarda bitta yomon odat bor, juda ham tez xohlaydi natija olishni. Pul taraflama, obunachilar tomonlama, uznavayingiz tomonlama. Qanaqasi o'zi siz, masalan, 10 yil erishmagan, 20 yil, 30 yil erishmagan narsangiz Instagramda kimdir shaxsiy brend yurg'isi 1-2 oyda qilib qo'yadi. Bunaqa narsa bo'lmaydi. Ko'zinglarni ochinglar va грамотный prodyuser bilan ishlashga harakat qiling. O'shanda sizning lичностьingiz balki mirovoy bo'lib ketishi ham mumkin.